sifatida shu oxirgi 9 yil tahlil qildik. Qurilish sanoatida 3.3 barobarga o'sish bo'lgan. Hajmda bu 10 barobardan ko'pga oshgan. Ya'ni 2017-yilda Surxondaryo viloyatida 5 dona ko'p qavatli uy qurilgan ekan. 2025-yilda 10.000 kvartirali 152 ta uy-joy topshirildi. Bundan ko'rinib turibdiki, bugun qurilish materiallariga bo'lgan talab juda ham oshgan. Bugun prezidentimiz bizga aniq vazifa yuklayapti. Ya'ni importni keskin kamaytirish, mahsulotlarni mahalliylashtirish. Quruvchilarda klaster usulida ishlab chiqarish va qurilishni hamohang tarzda o'tkazish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Bugun bizda 700 million dollardan oshiq loyihalar shakllantirilgan. Yevropa davlatlaridan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiyadan, Rossiya, Xitoy, dunyo rivojlangan davlatlardan investorlar Surxondaryo viloyatida bo'lib turibdi. 1 milliard 100 million dollardan ziyod kelishuvlarga erishganmiz. Surxondaryo viloyatida xabarlaringiz bor, 1000 gektar maydonda bugun Sherobod tumani tanlangan issiqxonalar barpo qilinadi. Buni o'ziga 300 million dollarlik metall ishlatilar ekan. Prezidentimizga axborot berdik. Ya'ni tadbirkorimiz temir rudasini eritib, bu yerda armatura va profil mahsulotlarni ishlab chiqarish hisobiga O'zbekistonda mavjud tannarxni qariyb tonnasiga 300 dollarga arzonlashtirish imkonini beryapti. Sohada aniq vazifa belgilab berildi. Ilm bilan yondashish, ilmiy tekshirish institutlari biriktirildi. Bizga ham biriktirilgan. Bu olimlar bilan biz ish boshladik. Hozir aql markazlari bilan hamda bizga berilgan mana sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilarimiz, bu maslahatchilarni ham jalb qilib, chuqur ichiga kirib, Surxondaryo juda katta potensial, yer osti mana shu geologiyadagi ishlatilmagan katta imkoniyatlarimiz bor. Ya'ni dolomit, ohak, gips, travertin, shunga o'xshagan juda ham ko'p qurilish materiallari hamda pardozbob toshlarimiz ham ko'p. Bularni o'zlashtirish hisobiga yangi paketlar shakllantiramiz va urug'ini mahalliylashtirishga beramiz va barcha imkoniyatlarni ishga solamiz.